alaykum. Kamera olami kuzatuvchilari YouTube kanalimiz yangi yurityapmiz. Shuning evaziga podpiska bosib qo'yinglar. Kamera narxlarini sizlarga birma-bir qilib, zo'r qilib chiqarib beramiz. Qarang. Ko'pchilik qo'yib turgan bir dona yoki ikki dona qo'yaman degan Wi-Fi ga ham, sim kartaga ham ishlaydigan kameralarimiz. Ham ovoz yozadi, ham telefondan turib gapirsiz bo'ladi. Musofirda akalarimizga o'ta ham qulay bo'lib tushyapti turgan kameralarimiz qaranglar. Tepasi o'rnasa past 360 gradus aylanib oladi. Qarang. Orqasida kolonkasi bo'ladi. Wi-Fi yo'qlarga bemalol sim kart orqali ishlatsalar ham bo'laveradi. Endi buni kichkina korpusli deganlarga ham kichkina korpuslari bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 500 ming so'mdan. Qarang, Instagramda 499 bilan ta'lim sotyapman. Uni ham kamera olamiz sizlar chiqadi, qarang. Ikkita ko'zliklar narxi bir xilda, 499 mingda. Mana katta korpusiga ham narxi. Mana kichkina korpusiga ham, mana tepasida begarkasi bori ham narxi bir xil. Endi Dahvan o'ziniki bo'ladigan bo'lsa, bitta ko'zlik bular apparat bilan ishlaydi ko'proq. 750 ming so'm, ikkita ko'zligi 1 million so'm beryapmiz. Endi bular bor, ko'proq trendda sotilyapti degan, bular ham 1 million. Kolonkalari bor. Gapirsiz baland chiqadi. Bemalol 360 gradus aylantirib ko'rsiz bo'laveradi. Kechasi ham rangli olib beradi. Endi apparatlari bilan ishlataman. Menga komplekt kamera kerak deganlarga mana Hikvision brendiga tegishli kameralarimiz 2 megapikseliga 22 dollardan qaranglar. 4 megapikseliga 30 dollar. Endi ham projektorli, ham ovozlilari bo'ladi. Mana bularda mikrofoni bo'ladi, projektor bo'ladi. Narxi 40 dollar kamerani o'zi. Endi 2 dona kamera ustunovka qilaman desangiz, o'rtacha hisobda 2 megapiksel shu 170 dollar, 180 dollar, 160 dollar yonverdi tushadi sizga. Endi ustunovkalari ham ichida qo'shilyapti. Endi 4 megapiksel qo'yadigan bo'lsangiz 250 dollar, 240 dollar atrofida tushadi. Endi kimgadir qanaqadir kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldiramiz. To'g'risi, bemalol aloqaga chiqsanglar, olib borib ustunovka qilib berish xizmatlari ham bor. Vodiy bo'ylab. Uka, menga manaqa joyga kamera kerak yoki manaqa qisdan desa, imkon boricha rasmlari tashlab beriladi. Musofirda akalarimiz bor. Bemalol Telegram orqali, WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bechiroy. Endi mana bularni ko'ring. Katta obyekti bor joylarga manaqa 360 gradus aylanib olaveradi. 300 metr, 250 metr joydan tiniq olib kelib beradi. Bular niyalari bilan ishlaydi bular ham. Manaqa enverlari bilan bular. Kamerani o'zi 270 dollar. Enverlari bilan shu 350-400 dollar yonverida tushadi. Ya'ni hisob-kitob beriladi. Kimgadir qanaqa kamera kerak yoki manaqa joyga yoki fermamga yoki ishxonamga deydigan bo'lsa, bizda hammasidan bor, bemalol aloqaga chiqsalar bo'laveradi. Qaranglar. 360 deganim telefondan ham boshqarishdan bo'laveradi yoki monitordan boshqarishdan bo'laveradi. Xonaning ichiga deganlarga mana xonaning ichiga sigaret pachkalliklarimiz ham bor. Ham ovoz yozadi, ham telefondan turib gapiradi. Bu boshqacha ekan. Bo'ldi. Mana